Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun Yangiobod tumanidamiz. Bugun obunachilarimizga eng sifatli bezindan, Gultosh Oil'dan bezin tarqatamiz. Ha, Jasur aka, buning sifati deb maqtab qo'ydim, buning sifatini ko'rsatding buni. Ha, kamerani qayerga qani? Bundan 109 chiqdi ana. Va albatta bu belgi Rossiya mahsulotini olib sotamiz. Ko'p yerlarda o'zlarimiz O'zbekiston, Buxoro mahsulotini sotadilar. Biz Rossiyadan to'g'ri vagonda oldirib sotamiz. Alloh xudo xolasa, kelasi ishlarimizda bu vagonlardan ko'rsatamiz. Mana hurmatli obunachilar, bezinlar to'ldirdik. Gultosh Oil'dan sifatli bezinlar. Xudo xolasa obunachilarimiz orasida tarqatib boshlaymiz bu bezinlarni. Mana obunachilar bezinlarni ekildik. Xudo xolasa tarqatib boshlaymiz. Zapravkaga kelgan obunachilarga 5 litrdan beramiz. Endi zapravka 24/7 ishlab turibdi. Propan yo'lga qo'yildi. Kelaverasizlar. Yangiobod yo'llarına abuna bo'lganmisiz? 5 litr bezin beramiz. Mana abuna bo'lgan ekanlar, obunachimiz. Bo'ldi, hozir 5 litr bezin beramiz. Shu bag'ingizni ochib bering. Подписка tashlab qo'yinglar, yana 5 litr benzin so'ratirmiz. Bunday besplatniy. Yangiobodlar e'lonlari shumi? Abuna bo'lgan ekan, obunachilarimiz 5 litr bezin beramiz endi. Qani bag'ingizni oching. Qani. Ha, abuna bo'lgan ekan. Bag'ingizni oching, 5 litr benzin solib beramiz. Abi obunachilar bir ikki o'zgarimizni aytib qo'ying. Ha. Obuna bo'lib qo'yinglar. Rasm ekan axir. Zo'r, rost, ajoyib. Assalomu alaykum jarlimiz. Xorazm Yangiobod yo'llarına abuna bo'lganmisiz? Ha? Instagramdan, Telegramdanmi? Ha, abuna bo'lgan ekan, obunachimiz. Mana 10x mashinani sap berib turibmiz mana. Mana abuna bo'lgan ekan. Ha, 5 litr bezin berib, bag'ingizni ochib bering. Mana obunachilar 5-baqlashga ham sap turibmiz. Yana bir baqlashga qoldi, xudo xolasa. Obunachilar bir ikki oz fikr bildirib bering endi gruppamiz haqida. Ana esa shu, xudo xolasa ishlaringizga omad, qilib turgan ishlaringiz o'ng'undan bo'lsin. Rahmat. Podpischalaringiz, muxlislaringiz ko'p bo'lsin, ishlaringizga omad. Xorazm Yangiobod yo'llarına abuna bo'lganmisiz? Abuna bo'lgan ekanlar, obunachimiz. Hozir 5 litr bezin beramiz. Bag'ingizni oching. Mana oxirgi bezindan savollarimiz mana bezin qamoli. Obunachilar fikringizni bildirib qo'ying. Biroz. Nima deymiz? Shu ishlarda rivoj deymiz. Rahmat. Yangiobod yo'llarına obuna bo'lib qo'yinglar. Rahmat.